Xo'sh, bugun kelgan smartfonlarimiz OnePlus S5 ikkita, OnePlus 12 16 taligi Red Magic игровой smartfon Red Magic Air 8 bo'ladi protsessori, batareyasi 6000 mAh bo'ladi. Korobka dokument hujjatlari bunaqa kulerlargacha bor. Bu X100 Pro oranjiy sveti 1 TB xotiraligi. X100S Vivo X100S modeli. Bu ham kameralari ham zo'r, protsessorlari ham yaxshi. Ikkita Xiaomi 13 Ultra smartfoni oq va yashil rangi. Honor Magic 6 Pro telefonimiz, bu ham zakazga kelgan. Realme GT Pro ikkita kelgan, 256 taligi. Mana bu bunisi xo'sh, xotirasi 1 TB 16 ga. Buni protsessori 8 Gen Elite bo'ladi. Kameralari 100x bo'ladi. Zo'rlashtirishi yaxshi kameralari. OnePlus 12 miz ham 100x kameralari. 13 Ultra Vivo X100S 50, 13 Ultra'dan 120x. Keyin mana bu aks birlari kelgan, chexollari. 13 Ultra'ni mana bu firmaning chexoli ham qo'shib kelgan, o'qib berganmiz. Xo'sh, batafsil shunaqa modellar kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib so'rashingiz mumkin.